Demak, Erkibo'lan To'xtar chaqirilyapti do'stlar. Toshkent, assalomu alaykum. Ajoyib. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida qo'shiqchilar bilan chiqib kelyapti. To'xtar. Ha, Erkibo'lan media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlari anchagina o'sdi Erkibo'lan. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Erkibo'lanning MMA'dagi debyut jangini sharhlaganman. Undagi Erkibo'lan boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha o'sdi. Boksni yaxshilash uchun, boksini yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi. O'sha tayyorgarliklari jarayonida Bekzat Almaxan bilan birgalikda MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birgalikda Amerikaga bordi, bokschilar bilan jang o'tkazdi. Ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, u media bilan ham juda zo'r ishladi. Media shaxsga aylandi va shuning uchun ham uning jangiga qiziqish juda yuqori do'stlar. Erkibo'lan qozog'istonlik sportchi, pro boksda bittagina jangi bor. Lekin MMA'da u ancha mashhur bo'ldi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Timur Nikulin kuchli sportchi, lekin mana bu e'tibor Erkibo'langa bo'lgan mana bu e'tibor ham Nikulinga biroz ta'sir qilsa kerak. Kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkibo'lan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkibo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkibo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkibo'lan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi.